Assalomu alaykum, Andijon Tunugamon kanalidasiz do'stlar. Mana navbatdagi ishimizni ham Xudo xolasa mana 1-iyun kuni Xudo xolasa chiroyli qilib beryapmiz qo'ldan kelgancha. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar, bu esa mana robotxonadan to'g'ri kirgandek joyimiz. Robotxonasini mana qilib berdik. Bu tepa tarafini ham chiroyli qilib go'zal holda qilib o'rab berdik. Bu ishimizni kobrali fason deymiz. Mana do'ppilarni ham yulduzchalikdan, mokriydan qilib berdik. Mana ko'rib turibsizlar, go'zal holda qilib qo'ldan kelgancha qilib beryapmiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Sizlar vodiydanki bo'lsanglarki, do'mbillarimizni ekranda qoldirib ketamiz. Layklarni bosib, videomizni keyinroq tarqalishiga kanallarga tarqatib yuboraylik obunachilar. Bu esa mana ichkari shapkasi. Bu fasonimizni kobrali fason deymiz obunachilar. Bu tunikafon fasoni o'zi o'lmaydigan stil fason. 6-12 cm tepaga bukilgan slif tagiga Xudo xolasa har bitta kelgan ratiga mana o'qlarimizdan ham qo'yib go'zal holda qilib qo'ldan kelgancha qilib beryapmiz. Bu ishimizni o'zimizni Asaka shahrida qilib berdik. Kimga foydali bo'lsa layklarni bosib, xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Sizlar agarda musofirda bo'lsanglar ham albatta Telegram, WhatsAppdan ham aloqaga chiqib zakaz bersanglar bo'ladi. Sizlarda ham xonadoninglarni, sizlar xohlagan fasoninglarda qilib berishda biz davom etamiz obunachilar.